muqaddima. Bu kitobni yozishni Muborak Ramazon oyining 1-kuni boshladim. Ramazondan keyingi oylarda ham davom ettirdim. Uni yozar ekanman Alloh subhanahu va taologa, Allohim, bu kitobni barakatli qilib bergin. Uni hamma taraflarga yoyg'in. Millionlab qizlarimizga yetkazib, ularning g'am tashvishlarini yeniklatadigan, dardiga malham bo'ladigan, qalbiga shodlik baxsh etadigan kitob qilgin deb to'xtamay iltijo qildim. Bu duoni Ramazonda ham, uningdan keyin ham yuzlagan, minglagan qitim takrorladim. Duo ijobat bo'lgan vaqtlardan foydalanishga tirishdim. İftarlık, seherlik vaqtlarda, secdelerde hem to'xtamay duo qildim. İşençim kamil ki Allah subhanahu wa ta'ala bizden yardımını aymaydı. O zat bizni özünün rahmetiga şu kadar pürkigen ki tasavvur qılanmaymiz. O zat bizning ayıplarimizni etrafdagilardan yushirib, yaxshiliklarimizni ko'rsatib qo'ydi. Bu kitobning qo'lingizda turg'ini. Siz o'qiyotgan qurlar uzoq davomlashgan duolarimning mevasi bo'lsa, Allah subhanahu wa ta'aladan so'raymanki, bu kitob hayotingizning sinoqliq damlarida sizga yordamchi, hayot safarida yo'lboshchi bo'lsin. Qiyomat kuni bo'lsa, tarozimizda savoblarimiz pallasini besib tursin. Kitobni dardingni menga aytqizim deb atishimga, qizlarimizning hayotini isloh qilishda hem ilmi, hem amaliy jihatdan yordam berguchi bir qoral bo'lishga bir hadis sharif sabab bo'lgan. İmam Tabrani rahmetullah alayh Abdullah ibn Umar raziyallahu anhudan rivoyat qilingan hadisda bir kishi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning yiniga kelib, Allah subhanahu wa ta'alaga eng suyumlik inson kim? Allah subhanahu wa ta'alaga eng suyumlik amal qaysi deb so'rabdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Allah subhanahu wa ta'alaga eng suyumlik inson odamlarga ko'proq manfaat yetadigan insondir. Allah subhanahu wa ta'alaga eng suyumlik amal bir musulmonning qalbiga xursandlik beg'ishlash yoki uning biror g'am tashvishini ilib tashlash yoki qarzini to'lab berish yoki ochliqini qondirishdir. Bir diniy qiyinishingning hojatini ravo qilishing mushu masjidda, ya'ni Masjid-i Nabaviyda men bilan bir oy itikofda o'ltirgandan bekrak suyumlikdir dedi. Allah subhanahu wa ta'aladan yolvurib so'raymanki, mubodo u zot shu kitob sabablik millionlab qizlarimizning g'amlarini yeniklasa, ularning dardiga malham bo'lsa, men ham suyumlik payg'ambarimizning kimki birodarining hojatini ravo qilish yo'lida bo'lsa, Allohmi uning hojatini ravo qiladi. Kimki bir musulmonni biror g'am andishidan, qiyinchilikdan xalos qilsa, Allah uningdan qiyomat kunining g'am andisini xalos qiladi. Kimki bir musulmonning aybini yushirsa, Allah taolo qiyomat kuni uning aybini yushiradi degan so'zlariga munosib bo'la olsam, Rabbimdan bu kitob sabablik meni qiyomat dahshatlaridan saqlashini o'tinib so'rayman. Qiyomat safari uzoq, yo'l tadariki oz, gunohlar bo'lsa to'limi ko'pdir. Allohning o'zi yordamchimiz bo'lsin. Ey pokiz qalbli singlim, bu kitob dardingizga darmon bo'lsin, qorong'u qalbingizni yo'risin deb necha oylab uning ustida tirishchanlik ko'rsatdim. Agar Allah subhanahu wa ta'ala bu kitobdan sizni manfaatlantirsa, g'am tashvishlaringizni yeniklasa, Allah subhanahu wa ta'alaga shukrlar aytaman. Sizdan bo'lsa, mening haqqimga xayrli duolar qilishingizni so'rayman. Agar bu kitob masalalaringizni hal qilishga ojizlik qilsa, meni ayblamang. Chunki men sizga faqat yaxshilikni orzu qilgan edim. Allah subhanahu wa ta'aladan ishlaringizni osonlatib, hayotingizni nurga to'ldirishini so'rayman.
Çünki bununğa faqat o zatla qadirdir. Hicriye 1438-yili 1 Ramazan şənbə. Miladi 2017 yil 27 may. Doktor Abdullah Abdulmuati.